Assalomu alaykum barchangizga. Faysal Texnikalar olamining YouTube podpischiklari, bizani uzoq yaqindan kuzatadigan hamyurtlar, yurtdoshlar. Yana biz sizlar bilan bugun Xazaristonmiz. Boshdan manzildan boshlaymiz. O'ng qo'limiz Qazaq bozor, Taxta bozor. Drujbadan kirib kelaverishingizda chap qo'lingizda bo'ladi Kapital bankning to'g'risi. Bu yoqda toza qurilib turgan Xazaras City. Shuni o'tganingizdan keyin o'ng qo'lda bo'ladi. Menimcha manzilni avvalgi videoda aytib o'tganmiz. Xo'p, bugungi video nima haqida bo'ladi? Bugungi video sizni yeringiz bo'lsa, fermer bo'lasizmi, uyingizmi, yeringiz kichkina, o'rtacha, ulug', вообще farqi yo'q. Shu yerni sug'orish uchun bu yoqdan nasozlar, kerak bo'lgan nasozlar haqida batafsil video ishlaymiz. Shu videoda ko'rsatamiz hammasini, eng qiziqi narxlar bilan aytib tushuntirib beramiz. Videoni o'rnashib, bir yere yaxshilab oxirdan ko'ring. Ha, aytgancha o'tgan videomiz 20 ming prosmotr o'tdi. Hammangizga katta rahmat. Qimmatli vaqtingizni getirib, videoni ko'rib, bizani qo'llab-quvvatlab, kommentariya, like'larni bosib tursizlar. Bunga maddushi rahmat. Keyin bir ikki og'alarim bor, tena har xil kommentariya, ajoyib kommentariyalarni o'zini qimmatli vaqtini getirib yozib turdilar. Sizlar ham rahmat, sog' bo'linglar. Videoni esa cho'zib o'tiribman. Bugun sizlarga ko'rsatadigan vaziyatimiz bu yon tarafda pompalarimiz bo'ladi. Endi pompalarımıza gelsak, bu anda özü pompalarımız 150'likten 500'lik adon boladı. 250'lik, bir de 300'lik, 400'lik, 500'likler tuttu. Hazır videonun ahırından görseniz de şunun narxları bilen sizlere danıştırıp batafsil məlumat veremiz. Əsas çözüb oturayım başladık. Aytqancha bizəni Instagram, Telegram, YouTube profillerimize podpiska basıp koyun. Çünkü Xudo xolasa tez günde Faysal Texnikalar alanında şunun mega aksiya bo'lib o'tadi. Shundan xabardor bo'lish uchun albatta podpiska bosib qo'yish shart. Shunday aksiya bo'ladi, hali bunday bo'lmagan. Keyingi videoda Xudo xolasa traktorlarimizga ham, toza partiya traktorlarimizga ham hozir tamoznida keyingi videolar traktorlar uchun bo'ladi. Ularni ham ko'rsak bo'lsangiz albatta podpiskani bosib qo'yasiz. Yana bir narsa, o'tgan safargi videoda top 3 savolga shu videoning oxirida javob beramiz. Shuni ko'rish uchun ham ish yaxshimi? Videoni oxiridan ko'ring. Asadan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Omon yuribmisiz? Sog'lik zo'rmi? Farmon. Siz yaxshimisiz? Xudoga shukr. Shu podpischiklarimiz uchun harakatdamiz. Bu anda endi sezona suv nasozlarini aytib turibmiz hozir. O'zingizni bir ajoyib aytib, danıştırib, narx-navolari, xarakteristikalari bir qator bo'ladi. Bir chetdan ketaverali. Bo'ldi, gap. Mesela başladık, pompadan başladık, biraz köçeye dörtte eken. Pompadan başlasak bo'ladi, pompalarimiz ham. Bu 250'likten bir de durgan hozir 250'likten tutup 100'likka bizlarda pompa bor bu yerda. Hava. Bular 250'liklar fermerlar uchun, katta yerlar uchun kerak bo'ladi. 22 kilovat to'laydi bularni. Ha. 22 kilovat. 22 kilovat. O'zi pompalar 150'den 500'e don axir. Asli 150'den 500'den. Bor. Bizlarda asli 150'den 500'den. Bir de durganını aytmadim hozir. Bo'ldi, gap yo'q. Bir de durganlari 250'den 500'den bor hozir bu momentda. Bo'ldi. Buların motor daraklama bütün motorlar ham bor. Topib beramiz motorlar o'zlari. Dinamo, hamma narsasi bor. Bor. Narxlari nechik bo'ladi bularning? Narxlari kelishiladi. Bular hozir bizlar uchun bir aytadan bo'lsak ham, bular 8 million so'mdan kelishiladi. Lekin arasında zazor qo'yib aytamiz lekin. Hozir nusum bize bugungi bahomiz bilan ertangi bahomiz Yaponiyalarda to'g'ri kelmaydi. Kurs o'ynasa, biladimi? Endi dollar kelgandan keyin falon so'm deb aytmading, shunga berasan yo qimmat aytdingdan gap bo'lmasindan maksimal o'rta baho aytamiz, 8 million so'm kelishib beriladi. Klient o'zi kelsa, klientdan ustun kelishamiz. Bo'lmasa nomerlarga bog'lanadilar, albatta nomer qoldiramiz. Bo'lmasa bizlar kelib yurish ham shart emas. Dimonik ma'lumot uchun. Telefonlashib ham zakaz etib uyini dostavkada olib qo'ygandan keyin pulni berib beradilar. Kelib yurishlar ham shart emas. Shart emas. Telefondan bitadi. Telefondan bitadi. Dostavka besplatniy O'zbekiston bo'ylab meni bo'ylaman. Uyini olib beraman. Qaysi mahsulot bo'lishidan qat'iy nazar. Pompalarmi, motoblokmi, mishalkami, boshqa nelarmi olib beriladi bu yerda. Gap yo'q. Xo'p, buni endi hozir bu pompasi. Bu pompani o'zi. Sizda dinamo bor, pompa bor, postavka zat tushish. Misol uchun sharoitimiz bor. Postavka ham polnin
gerek olsa magat ve tayyaratib ber deydigan klientlar bo'ladigan bo'lsa, Tamam. polni tayyaratib beradigan sharoitimiz ham, ustamiz ham hammamiz bor. Endi u tayyor etib bersangiz bizdan garantiya berasiz axir. Hem garanti ham beradi avam. Polni misol uchun gerek bo'lsa qo'yilib turgan mahsulot ham, materialni ham garantiya beriladi butun. Romu boshqasi beri. Ajoyib. Motor versak, motor ham to'g'a tushirmasalar bir yilda garantiya berilib turibdi motorlar ham. Hozirgi satılıb turgan 30 kilovatlik, 20 kilovatlik motorlarımız var. Garantiya berilib turibdi bular ham. Berib tursiz. Avam polni garantiya bor. Endi esa ichana giramiz. Bo'ladi. İçana girsak, İçandagi nosozlarni ham hozir ana ko'rsatib. gerek bo'lsa, misol motobloklarimiz ham bor bu yerda, xohlagan razmerda, saralka motor, benzin motor. Mishalkalarimiz ham turi ko'p bizlarda. Mishalkalarimiz ham xohlagan razmerda kelishtirib polni beriladi. Bizlarda mishalkalarimiz en kichkinasi 170 dan 260 adam bor litri. Puli 3 milyon 200 ming so'mdan 3 milyon 600 ming so'm adam bor. Pullari. 3 milyon 200 dan 3 milyon 600 adam. Evet, bular ham zakaz etishlari mumkin. Razmer bor lekin, xohlagan razmer. Bahasini necha so'm dedingiz? 3 milyon 200 ming so'mdan 3 milyon 600 ming so'm adam. Dostavka besplat. Besplat. Xohlagan yerine. Xohlagan yerine. Oldu gap yo'q. Motobloklar ham shunday. İçana giradigan bo'lsak, ichonda nasos bo'yicha, dori sapak bo'yicha hamma narsamiz bor. Bu. Bu işi o'rindayna Faysal endi klientlar uchun ham bang xudo xolasa. Klientlar uchun xudo bersa tarqatib iftor doriga qolsa ishida og'zini ochib berib suv bilan zo'r narsa. Nosozlarda nechiklari bo'ladi nosozlarni? Boshda shuni bir ayting. Kovun, chumak, petrol. Bizlarda misol uchun chumaklaring turi ko'p. Chumaklarimizning 15 likindan tutib 350 ligadan bor. Chumak nasozlari. Petrol nasozlarimizning ham 100 likindan tutib 25 ligadan bor. Kovun nasoz, undan keyin pompalarimizning ham benzin ham to'qlisi bor. Pompaning. O 76 pompa, 100 pompa edi. Ariston nasozimizdan har turi bor. Bizlarda nasozning assortimenti ko'p, xudoga shukr. Saralka motor gerek bo'lsa, motorlarimiz ham bor. Ya'ni saralka motoring turi ko'p. 11.00 dan tutib 11.32 ga dan. Motorlar ham bor. Motorlar ham bor. Pompalar ham bor. Chumaklardan boshlayib beramiz men. Xudo xolasa avang bir chetdan bir umumiyatib ma'lumot berib, xarakteristikalari, suvni chiqarishi, tok rasxoti, chumak esa shu garantiyasi. Misol uchun 150 lik hozir bizlarda 220 ning eng kattasi 150 lik bo'lib turibdi. Chumakning. 150 likdan boshlaymiz. 150 dan aryani o'tsa, o'zi 3 poz bo'ladimi? Avang 150 dan aryani o'tsa 3 poz bo'lib ketadi. Endi 150 likning ham 3 pozi bor, 220 ham bor. Endi to'qdan kelib chiqmoq u. Avang bu yana ketaveradi. Esa boshqa kichkinalarni keyin 3 poz o'tamiz. So'ng 3 poz o'tsak ham bo'ladi avang. Bu misol uchun 150 lik bo'ladi bular. Bular 150 lik 3 kilovat deb aytiladi. Avang. Bizlar Ariol firma, bu da Faysal firmamiz geldi. Siz neden çıkargansınız bunu? Ava. Instagram bu чистый misat modka bular. Чистый misat modka. Faysal. Bular minutuna 1 tonna 500 litr su berib biladi bular. Misol Faysal aytadigan bo'lsam, bular garantiyasi ham bor, polni. Bizlar bu garantiyani ham korkun bular garantiyasi bilan berib bilamiz. Hem antiperigram bor ekan uning. Bular bu oddiy variant esa kalkısı deydi. Kalkı variant deydi. Kalkı variant. O göymidi. Suya kalsa. Yo'q. Suv kemaldi degan vaqtda bu shuni kemal demak avtomatik nasos o'zi o'lchadi. Tamam. Suv ko'tariladimi avtomatik o'zi ishidan suv chiqarib qachatib boshlayveradi bu. Bular bahosi bizlarda 3 milyon 2 milyon 200 ming so'mdan 2 milyon 500 ming so'mdan bor. Razmerlari bor, kilovati mis alümini degan turam bor. Alyuminam bor bizda, mis ham bor. Misol uchun alyumin Faysalnikinchik. Faysalga 100% mis garantiyasi bilan beramiz uni. Uni misol uchun yo'q, ichi muni deydigan bo'lsa, любой elektrikni ochtirsin, ko'rsatsin, alyumin o'zi tashlab ketsin, men rasxotini ham beraman uni. Agar shu ustaga berajak rasxotini hamda shunchalik garantiya berasiz. Shunchalik men garantiya berib bilaman. Bularning uchun ustunda o'zimiz ishlagandan keyin ustunda 100 xil ochib ko'rganmiz bu o'zlar. Misat modka bular bitta. Gap yo'q. Bundan bir yana o'tsak, endi yuzliklarimiz bor bizlarda. Yuzliklarimiz lekin
bir 6-7 xilisi bor. 50 ming atmotikadan tutib 1000 atmotikaga. Bular 1 million 200 ming so'mdan tutadi menda 1 million 700 ming so'mdan boradi. 1 million 700 adam. Avam 1 million 700 ming so'mlikdan nasosimiz Fesal 2.2lik nasos. Buni ham gelishtirib bersa bo'ladi lekin. Ya aytgan boq emas, bular ham ustida gelishiladi bitin. Ham 2.2lik bular 1 tonna 550 litr suv beradi minutuna. 1 minutda 1 minutda 550 litr suv. 1 tonna 1 tonna 550. 1 tonna 550 litr suv beradi. 2.2 kilo. Podyumu 15 metr dik podyum. 15 metr dik podyum. 15 metr dik podyum. Bularda bütün podyumlar dik hisoblanadi. Hammasida misol uchun 3 pasından bulardan dik hisoblanadi bütün. 15 metr, 11 metr, 10 metrliklar ham bor. Ular 1 kilovat 0.75 kilovat bo'lib ketadi-da. Bular ham shuningdek kilovatına qaraganda bahosi har xil. Shuning uchun 1 million 200 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mga aytib ketsak bo'ladi ular. Avang dim to'shi bahasi telefonda Avadım üstünde misol uchun kelib turib menga shundan desalar yo yer hajmini aytsalar menga. Menga shunga qarab ham nasib berib bilaman misol uchun. Ha, yana shu o'rnida qarang. Falan hektar yer bor menda. O'rnida bir savol. Masalan, yana og'alarimiz Rossiyada ishlab yuribdi. Yanda bir yandan musafirda yurganlar bor. Uyinda ayoli qolgan, bolalari bor. Endi bolalarim tushunmaydigan bola va tushunadigan bola bor. Gelip durup size ya özü Rusya'dan mı telefon etse mesela 3-50 yer aldılar bu yıl. Hava. Ekecekler, nçik nasıl su getirip berip biledi mesela. Nav ekecek, buğday eken mi, qovuş eken mi? Şuna karab siz özünüz sovet beresiz. Polni misal bizlere hava tushuntirib, misal bir tonnada, bir saatda neçeli tonna su beradi, neçeli yere yetadi. Men yeri hajmine qarab ham kerak bo'lsa, nasıl talab berib bilamiz bize. Beyde. Misal uchun 5 sotik bo'lib turib 150lik alamanda birga odam bo'ladi bo'lsa unga shart emas, 76 ham bo'ladi. Teyin bo'lib tokdan ham utadi, vaqtdan ham utadi. Yetirib beradi shu, yetadi. Misol uchun 10 sotikdan 2 soatda 1 soat 1,5 soat olib bormaydi bu. Eng yaxshisi 76lik nasos. 76lik. Misol uchun bu 872 litr suv beradi minutuna. 1 minutda. Shuning uchun aytib turibman, bizlar yer hajmini aytsalar ham turib, men telefon urib turib ham falan yer, falan sotik, falan hektar deb aytsalar, shuna qarab biza nasoslar tavsiya etaman. Men misol uchun 3 hektar yer desam, men 76lik bilan 100lik tavsiya etib bilmayman aqlgaman. Nechun ertang boring bir marta berdim, mening gapim oqlamadi. Ertang mendan yo'qda klient ko'ngli qolib ketadi. Ertang klient menga kelmaydi qaytib. Shuning uchun yo'q, narasi uchun biza yer hajmi bo'lsam aytib berib bilamiz. Xohlagan razmerda. Bular 1 million 200 ming so'mdan 1 million 700 ming so'mdan. Xohlagan narsada bor. Uning ichida 76likimiz bor. 76likimiz 872 litr, eng yaxshisi 872 litr beradi. 1 kilovatdan tutib 2-2 kilovat adam bor. Bular 1 million 100 dan 1 million 200 ming so'm adam bor bular. 1 million 100 dan 1 million 100 dan 1 million 200 arasında 10 so'm 15 so'm razницасы bo'ladi baribir kilovatına qaraganda, firmaga qaraganda ko'pisi. Firmaga qaraganda firmam rol o'ynaydi bahoda. Brend ham. Brend ham misol uchun 2 so'm, 2 so'm bir narsa bo'lib turib, bu firma boshqa, bu firma boshqa bo'lsa baho o'ynaydi. Bu da mini nelerimiz bor? Gulatiz, o'zlarining bir tamarkasi, ashunchalar ishlatish uchun nasoslarimiz bor. Bu tushunmak bo'ladi. Yana o'tadan bo'lsak, shu vaqtda shunlarni bitirib beraylik. 3 foz ashirib o'tadi. 3 fozlarni bitirib beraylik. 3 fozning bizlarda 150 likdan tutib 350 lik adam bor. 3 fozniki. Avang 5 kilovatdan tutib 22 kilovat adam deydi buni. Endi qarang shu o'rinda bir to'shni sanab o'tsak, 150, 200, 200ning 2 xilisi bor. 2 xili bor. 7,5 kilovatligi bu 11 kilovatligi bor. 200liki. 200liki. Hop. 150likimiz ham 2 xilisi bor bizlarda. 5 kilovatligi va 7,5 kilovatligi bor. 150liki. 150liki. Kilovat katta bo'lsa, podyumi suv ko'p bo'ladi. Bu misol 5 kilovatlik 333 litr setine beradi, 3 tonna 333 litr. 7,5 kilovatligimiz 5 tonna 100 litr suv beradi. 2 tonna fark etadi. 2 tonna. 7,5 kilovat bilan 5 kilovat axir. Ham podyumi bularda misol uchun 7 metr podyum bersa, unda 11-12 metrdan podyum bor. Ana shu yer podyumlari nelari farq etadi. Biz 200ligimiz ham 2 xilisi bor.
7,5 kilovat, 11 kilovat. 250'likimiz. Bizlerden 250'likimiz 11 kilovatlıkı var buları beter. 11 kilovat. Avan. 11 kilovatlıkı var. Bahalardan bölümünü aytıp keterik bularga bahalar. Avan? Misal üçün bu erten üstünde gelişeden baha aytamiz bularda. Misal üçün bular 5 milyon so'm gelişse boladı bular üstünde. Bu 7,5 kilovatam 5,5 milyon so'm gelişse boladı. Endi şu Feysal'ni YouTube kanalından gördük. Ava, Dep ava, size bizler telefon bizler olursa bizler. nömerinizi kaldıramız ku. Avan. Kaytıp geliştirip şu kapatmayın. Kapatmayın. Bu lekin yana bir o'zi aytmagandan chiqarib berdim men. Bularimiz lekin 100% mis atmotka lekin. Ha, obmotkasi. Atmotka. Buların üstünde men hozir yana bir o'zi yangilik aytsamiz, xudo bersa, yangilik aytdik уже. Buların içinde avtomat bilan xamuti o'zini komplektida bor edi. Qo'shib berasiz. Qo'shib beramiz. Hozir buning uchun ham avtomat olib bermaydilar, avtomat o'zining original avtomatiga kelgan buları. Lekin aslında o'zi shu ne uchun chiqqandan so'ng chiqqan bir avtomat, bir xamut bilan qo'shib beraman. 3 fazlı nasos çümek 3 fazlı alsa nasoslar üçün, havan 3 fazlı nasoslar üçün lekin. Bular üçün yoki kichkinalar üçün emas. 3 fazlı katta 150'likdan tutib 350'lik nasosimize qo'shiladi. çümek sizden alsa Havan xamut avtomat sizden. xamut avtomat bizdan bo'ladi butun. Yapıyor. Busi 8 milyon so'm, 200'lik 11 kilovat. 250'liklarimiz bular ham size geliştirib beradigan bo'lsak 9 milyon so'm geliştiriladi ana bu. 9 milyon. 9 milyon so'm 250'lik 11 kilovat. Keyin. Keyininkisi 22 kilovat bu, bundan 18,5 kilovat bu. 352. 350 ham 2 xil variant. 18,5 kilovatligi bor, navbatda 22 kilovatligi bor. Şu suv chiqarishdan bir aytib o'ting shuni. Buning 22 kilovatlik suv chiqaradigan 6 metr podium 18 tonna suv 1 minutuna. Minutda. 1 minutda. Vay 6 metr yuqoriga 18 tonna suv chiqarib berib biladi bular minutuna. Misol uchun shunga biz kafolat ham garantiyasini ham berib bilamiz. Agar shu aytgan nerda o'zining kitoblarida ham yozilgan buni. Suv bermasa kerak bo'lsa mahsulotimizni qaytib olib bilamiz. Bu shunga garantiyamiz bor. Inabumuz 18,5 kilovat degani bu. 18,5 kilovat 1 minutuna 16 tonna 672 litr suv beradi bu. 1 minutda 16 1 minutda. Satına 18,5 kilovat. 18,5 kilovat ham misol uchun 12 sat esa siz 12 satda 18,5 kilovatda urmaydi bu, yo'q. Birini aytsak-man, nasos birinchi qo'shqa vaqt 18 ursa, undan g'aran tarafi 17-16,5 oshlatib uradi-da. Ha, suv shu bir yo'la tushib ketgandan keyin bir ishlab suv solib chiqarib ketgandan keyin tok pasiydi bular. Ha. Misol uchun 22 kilovat dedik-ku. 22 kilovati bir birinchi qo'shqa vaqt 22 kilovat uradi bu. Endi eng nagruzka vaqti uradi. Avam, ya'ni suv solib chiqarib uspudatib olincha bir. Undan keyin Arian'da misol uchun 18-19 kilovat tok yeydi ekan bular. 22 deganingiz. Avval bizlar ham o'zimiz ham buni shu narsani bilmaydik. Buni ustida ishlatganlar bor, tekshirtirib, elektriklar qo'yib ko'rgandan keyin bilib bularni. Avval misol 22 mi 22 ni uradi satini deb 12 sata bo'lib chiqaradi dedik. Yo'q, bu hozir buning nimasi ekan bular? Misol uchun bularning ham 1,5 kilovatlik nasosimiz ham tushmaklar ham shunday ekan, kichkinalar ham. Birinchi eng nagruzka vaqtni uradi. Birinchi sabab 1,5 uradi, so'ng 1,5 urmaydi ekan. Pasayadi. Ha, bu pasayadi ekan. Misol 1,2, 1,1 atib urib ketadi ekan. Shuning shusi bilan ekonom ekan bular. Shuning uchun ekonomning arqalar ekanida yaxshi nasos deb aytiladigan bular. Verlari zo'r ekan. Verlar yaxshi. Endi shu endi pompalardan aytib beraring bir qadar. Endi bular bu pompalardan bog' uchun benzinli variantimizni aytadigan bo'lsak, bog' Tamarka, eng. Ha, bu benzinli variantimiz 50 lik bor, 76 lik bor, 100 lik bor. 50, 76, 100. 100. Bular 50 liklari 1 milyon 50 ming so'm kelishiladi. 1 milyon 100 ming so'm kelishiladi. 1 milyon 800 ming so'm kelishiladi. 2 milyon 800 ming so'm kelishiladi. 2 milyon 800. Avan. Undan keyin bir bizning Faysal firmamizning 50 lik bilan 100 likning farqini aytadigan bo'lsam, bu pompada farq etadi. Ha.
Bo'lgan 3 pompa almashgan. Motor, bundan buyon tarafı motori 168 motor bo'lar. Quvvatli motor qo'yilgan bo'lar albatta. Evvellari kichkina qasilgan motorda motor bu qo'yilib keladi. Yo'q, hozirgilarda 168 motor, pompa kichkina qo'yilgan. Motor bir xil. Shuning uchun arasındagi zazor 50 so'm ku deyishlar mumkin-da. Ne sebepte 50 so'mlikni aytib tushuntirishga harakat etdim. Ko'p emas, demak. Ko'p emas, shuning uchun. Ava, pompada farq etadi bo'lgani. Endi rasxotini ham bo'ladimi? Ikkisini orasida ozgina bo'ladi. Rasxot, ozgina bo'ladi. Rasxotimiz misol uchun o'zimiz bir probatka vaqti 300 grammadan yedi satini. 300-400 grammadan, bundan ko'p yemaydi. Misol toza vaqt 300 grammadan yeydi. Barin ko'p bo'lsa yarım litrdan yesin. Undan 76 yeydi yarım litrdan. Satini yarım litrdan yeb turadi. Bular 1 tonna 600 litr suv beradi minutuna. 1 tonna 667 litr. 1 minutuna. Ana bu 100lik motorimiz. Bunun motori 76 ga 100 emas lekin 100 ga 100. 188 motor qo'yilgan bunga. U yerda motoblokimizga qo'yilgan motordan qo'yilgan 188 motor bular. O'shunda o 13 ot kuchi bo'ladi, o'ng? 15 ot kuchi oladi. 15 ot kuchi bo'ladi. Ot kuchi emas, ko'moji. 13 ot kuchi. 13 ot kuchi. 13 ot kuchi bo'lib turibdi bularki. 188 100 ga 100. 100 ga 100. Motor evvel bir partiya xabaringiz oldimi yo'qmi geldi 76 ga 100 olib keldi-da. 76 motor 100 pompa olib keldi shu vaqt. Endi u kichkinaroq u. Bu kichkinaroq. Bu 100 ga 100 olib keldi. Nima kilovatcha emas axir. 800 ming so'm buni gelishtirib beramiz. Bizlarda bularning so'rovchi, chiqaruvchilar ham o'zimizda bor. Nasos bilan olsalar, ular ham gelishtirib arzonatib beraman beta. Nasos bilan qo'shib olsa. O'zlar hozir buning so'rovchisini 100 ming so'm, 110 ming so'm deb o'tibdilar. Nasos bilan keldilarmi? Nasos bilan olsalar 80 ming so'm etib berib bilamiz bu bajari. Boshqadan 100 ming so'm olib o'tirmaydi. 100 ming so'm olib Sizdan 80 oladi. O'zlari endi xalqam yordam bo'lsin, buni 2,5 million so'm olgandan keyin shlankas bu shart emas, ishlatib bo'lmaydi buni. Shlankasini yordam etamiz, dim bo'lmasa deyman. Shlanka ham bor sizda? Shlanka so'rovchi, chiqaruvchi, popti. Pojarniy shlanka. Pojarniy и simni olgan simni ham bu ham. O'zi o'yini qarab olaveradi. Ha, o'zini o'ngayına qarab, qaysidan kerak bo'lsa, metrini aytsa, shunga qarab, metrlab ham beramiz. Gap yo'q. Undan keyin bizlarda shu nasosimizning tokli varianti bor. Bular tokda endi bu ham. Bular. Bir yeri bor. Bu tokli nasoslarimizning ichida Giyim ham qo'shib berasiz. Futbolkasi chiqadi, Fesal degan. Firmenniy. Ha, zavod o'zi shu nasoslarda, tokli nasoslar ichida klientlar uchun qo'shib berib turibdi. Ochib ko'ralimi, nima kilovatcha emasmi bu? Yo'q. Ha, korobka yo'nakdim bo'lmasin bu? Yo'q. Yakaba yeng yo'q. Yo'q, bu yeri lazzatga yedon futbolka. Tovarlar ham ajoyib ekanmi? Yozda bir Panama shapka bilan ham ketadi-ku. Men bilmasam bu albatta. Birdan olgana, birdan berasiz. Nasos ichida olib tamamki, lekin bu ham bir yerini ayting. Bu shu tokli nasoslarimiz ichida chiqib turibdi hozircha. Faqat tokli ya, benzindan turib, men futbolkam qani? Avoy, u benzin olib emas. Endi to'g'ri aytish kerak, masalan, Novdasda shunga aytish kerak. Shuning uchun men ertang klientlar neto tushunmasdan ustidan qo'yibman. Shuning ustida turadi bu. Shu nasos olacakmisiz? Mana futbolkasi, yana bunda zug'oni, bunda oyoqi chiqdi, qo'shib beriladi. Bu bir komplekt deb aytiladi-da o'zida. Bu tokli nasoslarimiz bor. Bular misat modga 4 kilovat, 3 kilovat, 2 kilovatlar bular. Na, böyle 2. Bu ikkisi 100 lik ekan bular. Bular 2,5 million so'mdan bular bahos. 2,5 million so'm. Ha, bular ham gelishtirib beramiz. Yangi shlanka bo'yicha buni ham gelishtiraman. Agar shlankasi bilan oladigan bo'lsa, shlankalar ham gelishtirib beramiz arzon-rakat. Buni ham 76 variantimiz. 76 variantimiz 3 kilovatlik bu. 3 kilovat. Ha. Obmodga mis. Obmodga mis bularda. Endi bu nasoslar hammasini garantiya axir. Polning garantiyasi bor. Yenining bizlarda misol uchun chumaklarda garantiyamiz bor. Zavodskiy defekt chiqsa almashtirib tozani berib beramiz. Tozani berasiz, o'tib bermaysiz? Yo'q, tozani chumaklar lubi bir chumakimizda misol uchun zavodskiy defektmang. Alndan tozani berib beriladi. Ahamiyat
Şöhrədim ahamiyət o- bərəstə. siz Bir öyle alıp boladı, getib, zöttürüb bərəmiz, Yok. bir ay 2 ay kütüng, servisini Ya, yaxşı bizler olsun ya. sırası üstünde. Ekkelde zavusku bırakman. Oldu tamam. Bu alınadan tozana koluna berberler. Başka nasıl olsun? Başka nasıl olsun? İnab elilik bunu toklanan 2-3 kilowatt. Ha, bular 2,5 milyon so'm, 2 milyon 300 ming so'm, 2 milyon 100 ming so'm bular. 2 milyon 100 ming. Havan bularga bahosini aytib bo'limini kelishlardan holatda bular. Aynen. Dımanıkı şu telefonda. Evet, aniq üstünde ya telefonda. Bu benzinli variantimiz kasilka motor qo'yilgan. Bu 40'lik 32'lik nasoslarımız bu. Bular 850 ming so'mdan geliştiriladi bular ham. Bundan keyin bir de bir bizda yana bir nasos bu. Buni biz alinglar buni ichidan buni ustidan qo'yamiz. Kan? Nasıl olsun bu ya? Legen mi bu? Bu nasos bu, kema nasos deb aytiladi bu. Bu nasosi to'g'ri tashiysiz, teyindan so'radi. So'ruvchi teydi. Ha, suvni o'zindadir adı. Ha, bu nima uchun ishlatiladi ekan desa, buni baliq hovuzga tashlab qo'ysangiz, ichida yuyilgandan baliqlar suvni shaporada buzlik berib turadi ekan bu. Oh bana. Yomon narsa ekan bu. Bu kemani yakada ekansizda, misol uchun benzinni solib 2 soat yuradi desangiz, Ha. yuborib beradi ekansiz, o'zi buzlik berib turadi ekan. Kema nasosimiz, Mende balıkçılar ham ne ekandan bayın. ha, baliqchilar ham. Endi şu balıkxana. Baliq hovuz, Hovuz baliqxona, misol uchun shapordat qo'yib, bir kichkinagina hovuzda shatirlatib sas bergan buzlik berib turadigan nasos ekan bu. Ha. Onun nasıl adam yok emas. Bog' Bog'. bizlarda nasos turi ko'p. O kema nasos bo'lsam, bizlarda Ariston nasoslarimiz bor endi. Yana bir nasos aytsak, Ariston nasoslarimiz. Ariston nasos. Üye Aa. koyuladı onu. Ariston nasoslarimizdan ina bular ham festal olib keldi. Bilasizlar bularni. Oha. Bularga 1 yil garantiya berilib turibdi. 1 yil garantiya bor bulardan. Şu iş yerinde bir ne? Bunlar 5 şumli varantlar mı? Bu bizning 5 so'm bular. Misol uchun Festalning 55ligi bor, 37ligi bor, 75lik, 1-1lik adam bor. Bizim 5 so'm. 5 şum. 5 so'm. Evvelerde şu şimgiye mi kayısından koyup zızıt çıt dep ses harabet verirdi. Bor. Bunun narsalar, bunun ana shu narsalar shunday narsa bular. Endi klientga qarab, o'zini klientning yog'dayina qarab ham nasos beriladi bu yerda. Misol uchun palansom deb aytib qo'ydi. Misol uchun bizlarda hozir общий aytadigan bo'lsam men 700 ming so'mdan 1 million 200 ming so'mdan nasos bor Ariston 2. 700'den 1 milyon 200 adam. 1 million 200 ming so'mdan. Razmerleri Razmerlar 37, 55, 75, 1-1. Mingsan bor, alyuminiyam bor. 1 oy garantiyalisam bor, 1 yil garantiyalisam bor. Shunga qarab kelaveradilar. Endi bir ay garantiyalarini kim aladi? Umumimcha endi bir qo'ygandan keyin Endi sifatli misol vach uchun- qo'yish kerak. Anaxir sog' bo'ling. Bu yerda qo'yganda sifatli. Petrollar nasoslarimizga kelsak, 100 ligindan tutib 25 ligadan bor. Petrollar. Ha, bularga ham bahosini aytib o'tiramiz desak, dum ko'payib ketsak bular. Bir umumiy ayta qo'ying. Umumiy aytadigan bo'lsak, 1 million 100 ming so'mdan 2 million 300 ming so'mdan bor. Assalomu alaykum. Nasos. Ina. Nasos. Petrollar. Ha, bu tok nasos. Ha, indiki nasoslarimizni Ha. bir de glubinli nasosimiz bor. Keling siz bir nasos göstermez. Glubin nasos. Ha. Bu hozir quyqa qilib turibdilar-ku, 100lik, 150lik, 200lik. Shuning ichidan yuvaradigan nasos bu. Bu pesa tushirib berasizmi buni? Bu eng misol uchun ishining chuqurligi 80 metr chuqurlikda olib beradi bu. 80 metr chuqurlikdan tepaga chiqarib beradi. Buning nasi? Buning ham 3 poz ham bor, 220 ham bor. 3 poz 220 ang. Ha. Bu endi hozir o'z razmerlarini chamira 50 ang. 50 76 Yo'q, shunday bu bo'ladi. emlingni oladi bu. Misol uchun 100 ga kiradoni bo'ladi. 100 ga kiradonining 3 xil razmeri oladi. 0.37 kilovat, 0.55 kilovat, 0.75 kilovat. Ha. 150 ga kiradagi nasoslarimizning Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xili bor. 150 likka tushadi u. Bu 150 ga tushadi. Buning ham 0.55 kilovatdan kichkinasi boshlanadigan 3 kilovatdan boradi. 3 kilovat adam. Qarang endi bular pastda turadi, to'g'rimi? Ha. Bu kabeli shu o'zi bilan ketadi, to'g'rimi? 15 metr kabel bor bular harkasında. Ha, shu kabel Bir nasosimizda misol uchun eminat tushuntiraman aynan sizga. bunda ekan. Inan
Bir nasozimizda yana 15 metr kabel bor bunda. Ha, bu endi plotniy kabel mahmunda yana to'qa tushib, Yo'q. salkilasiga tushib. Bu o'zlari ham Bezopasniy garantiyasi bormi o'zlarimizda? Ha, unda yo'q. Bu o'zining bo'lib bitganlari bor buning, o'zining o'zlari bor buning ichida komplektida. 3 foz o'xshaydi bana. 3 pozdan bu 220 sam bor. 3 foz. Misol uchun shu 3 poz deganimiz bu yerda metrini yozib qo'yibdi-da. Ha. Ve bu 220 2 kilovat bu. 30 metr chuqurlikda deydi 180 litr suv beradi deydi. 30 metr chuqurlikda. 76 metr chuqurlikda deydi 120 litr suv beradi deydi. 100 metr chuqurlikda deydi 100 metr chuqurlikda 40 litr suv beradi deb qo'ydi toshnoq so'zimizda. Shu 100 metr pastga ketganda 100 metr pastdan so'rib chiqarib 40 litr suv minutidan chiqarib berib bo'ladi. Endi 100 metr menimcha bir de kazmaydilar-ku, kattaga borsa 15 metr kazadilar. Endi Ya undan ham ko'p kazadığını bormi? yo'q. Men bilishim bo'yicha shu Görmedim lekin mana. uyda Lekin 30 bog' metr tarafda kazganlar ko'rganman. U kir taraflarda suv chuqurroqda Ha. bular ko'pincha shon taraf oladi. Ha. Pullarına göre aytadigan bo'lsam bu nasozlari menda 1 million so'mdan boshlanadi. Eng kichkinasi, ya'ni 100 ga kiradigan eng kichkinasi 1 million so'mdan boshlanadigan 1 million 500 ming so'mdan 100 ga kiradiganlarim bor. 150 ga kiradiganlarim 1 million 100 ming so'mdan 4 million so'mdan bor. Bor. Garantiya, dostavka Bu nasozlar ham lekin garantiyasi bor. Dostavkasini ham men misol uchun aytib berib bilaman o'zlarim. Dim bo'lmagan taqdirda mashinalardan, yo'l mashinalardan chiqarib berib bilaman. Bu o'zlarimiz ham narsa bor. ko'p klient telefon etsa siz yetirib berasiz. Avang yetkazib beramiz. Xudo biza qo'ldan kelgancha. Gap yo'q. Ana menda endi bir shu bilan namizni Xudo xolasa. yakunlaymiz. Bu safargi Kim videolarni tushunmagan yeri bo'lsa, qiziq qilib turgan yeri bo'lsa, telefon etishi mumkin. endi nomer обязательный qoladi. Nomerlar qo'yamiz. Qo'ldan kelgancha men o'zim bilgancha yordam etaman. Telefon tushuntirishi, kamiz-kumisini aytishi. Endi shu o'rinda yana bir narsani aytib o'taylik. Hozir biza bu videoda faqat nasozlarni aytdik. Siz agar boshqa texnikani ko'rib qolgan bo'lsangiz ham, masalan, bu yerda texnika ko'p. Dvijoklarimiz bor, drobilka deysizmi, жатки, motoblok, texnika option ko'p. Dori sapaklar ham bor masalan. Agar sizda shularning narxi qiziq bo'lsa, ular uchun ham bemalol shu nomerlarga bog'lansangiz, ular ham dostavkasi besplatniy, ular ham chiroyli narxda o'zingiz taxlab berasiz. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'taman. O'tgan traktorning videosini aytib o'tganimizning 3 dona eng ko'p berilgan savolga javob beramiz. Bu savollarimizni birinchisi, nima uchun oldin haydalgan yer maydonida texnikani ishlatib reklama qilasiz? Uyaltirib qo'ydimi? Haydalmagan joyda debdilar. E'tibor berib qaragan bo'lsangizlar, bu yerni o'zi surilib sug'orilgan yer edi, katta yer edi. U yer hech qanday haydalmagan edi. Biz prosto yerga tushganda razminka uchun bir marta surib ko'rdik. U o'zlarimiz surgan joyni birinchi safarda o'zingizdan ketdi. Atak uni ham o'zlarimiz surib qo'ygan edik. Texnikalar uyaltiradigan bo'lsa, biz ularga garantiya deb aytamiz. Birinchidan, ikkinchidan uyaltiradigan texnika yo'q, xudoga shukr. Ikkinchi savolga kelsak, bulara ham nomer prava olinami? Endi bu yerda traktorlar nazarda tutilgan. Bu traktorlarga prava shart emas. Keyingi savolimiz. Texnikalaring necha santimetr chuqurlikda suradi debdilar. 10 santimetrmi debdi? Yo'q, texnikalar kami 20-25 santimetrda suradi. Endi o'zingizning xohishingizga qarab, motobloklarimiz karteri bilan cho'mib ketib turibdi. Nishab sizga yoqsa, shunda suraverasiz. Biza garantiya deganimiz, garantiya bor vajlar. Xudo xolasa, podpiska bosib qo'yinglar, yangiliklarni o'tirib beraman desangizlar, Instagram, Telegram chiqarib qo'yamiz. Aytib o'tganimizdek, indiki video traktorlara bo'ladi. Traktorlarimiz kelib turibdi. Xudo xolasa, indiki videoda sizlar bilan ko'rishguncha sog' salomat bo'lasizlar. Aytguncha fikrlar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib ketinglar. Shundan kelib chiqib biza keyingi videolarni ishlab sizlarga ko'rsatamiz. Hammangizga rahmat, sog' bo'lasizlar.